Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Ekran qarshisida yana men G'aniyeva Gulxaya ustoz. Bugun ham sizlar bilan foydali, qisqacha, ammo juda ham mazmunli bo'lgan, kerakli bo'lgan bilimlarni o'rganib o'tamiz. Ya'ni bugungi mavzumiz ona tili o'qitish metodikasi darslarida bilim, ko'nikma, malakalarni nazorat qilishning zamonaviy usullari haqida gaplashamiz. Demak, ushbu darsimizga biz quyidagilarni reja sifatida olganmiz. Bular quyidagilar. Xo'p, ona tili o'qitish metodikasi darslarida tashkil etiladigan nazorat va ijodiy topshiriqlar, kompetensiyaviy yondashuv asosidagi davlat ta'limi standartlari va o'quv dasturi bo'yicha nazorat ishlariga qo'yiladigan talablar, ona tili darslarida talabalarning grammatik bilimlarini tarkib toptirishda so'zlarni morfemik, morfografik, sintaktik tahlil qilishga o'rgatishning ahamiyati haqida suhbatlashamiz. Zamonaviy ta'lim tizimida nazorat faqatgina baholash vositasi bo'lib qolmay, balki o'quvchini rag'batlantiruvchi, yo'naltiruvchi va rivojlantiruvchi omil sifatida qaralmoqda. Ona tili o'qitish metodikasi darslarida bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Nazorat o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini aniqlash, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy nazorat usullarining afzalligi shundaki, ular o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga oladi. Masalan, og'zaki va yozma nazorat bilan bir qatorda loyihaviy ishlar, kichik guruhlarda ishlash orqali baholash o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantiradi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish nazorat jarayonini yanada samarali qiladi. Onlayn testlar, elektron platformalar, interaktiv dasturlar orqali o'quvchilar bilimini tezkor va aniq baholash mumkin. Ona tili darslarida nazoratning zamonaviy usullari o'quvchilarning reproduktiv emas, balki produktiv faoliyatni aniqlashga qaratiladi. Jumladan, til birliklarini tahlil qilish, nutqiy vaziyatlarda to'g'ri qo'llash, matn bilan ishlash jarayonida mantiqiy xulosa chiqarish kabi faoliyatlar orqali o'quvchining lingvistik kompetensiyasi baholanadi. Shuningdek, zamonaviy nazorat usullarida baholash mezonlarining aniqligi va ochiqligi muhim ahamiyat kasb etadi. Aniq belgilangan mezonlar o'quvchining o'z faoliyatini baholash, kamchiliklarini anglash va mustaqil ravishda bilimlarni takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu jarayon ta'lim oluvchida mas'uliyat, o'z-o'zini nazorat qilish va refleksiya ko'nikmalarini shakllantiradi. Demak, ona tili o'qitish metodikasi darslarida bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilishning zamonaviy usullari pedagogik jarayonni optimallashtirish, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchini faol ta'lim subyekti sifatida shakllantirishda muhim ilmiy amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi sizlar bilan ko'rib o'tmoqchi bo'lgan, tanishmoqchi bo'lgan mavzuyimiz, ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xulosa qilib aytganda, sizlar bilan bugun ona tili o'qitish metodikasi darslarida qo'llaniladigan metodlar, texnologiyalar hamda darslarni qanaqa qilib olib borish bo'yicha gaplashib o'tdik. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, keyingi darslarimizni ham tomosha qilishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.